Va yaxshimisiz? Men sizlarning shirkatga 100 tron imtihon berayotgandim. Ha, yaxshimi? Abla, men ishxonada emasdim. Ozroq ishlamadi, biz o'tirib kelgan emasmi? Ha, men bu ishlar bozorning ichidagi ro'yal chayxonasidim. Pishadlam ko'rishdim ya. Ha, unda olsun mayli. Men hozir chiqayin o'zga. Ha, men oq kiyim kiyib oldim juma, tunayolmay qolmang yana. Bo'ldi, ma'qul. Va yaxshimisiz? Siz o'ychilar tunishtirgan Qudrat degan bola shumi? Ha, men shu Qudrat degan bola shuman. Ha, men Mavludo bozordagi ro'yal chayxonasining ikkinchi qavatida jumamsa. Ha, ikkinchi qavatida ma'qul, men hozirlam uni pulim yaningizga. Men o oq kiyim kiyib oldim juma, tunayolmay qolmang yana. Ha, ma'qul. Ana ahvolingiz yaxshimi? Ha, ana olib qolsa shu deyishlarga uch dijitalni qilsa. Mening u talbim yuqori emas. Oyda 4 ming qo'y maosh yersiz, oqshomlar jabar ishlab qolsam, uning mayri maosh yersiz. Voy, jabar ishlasingizning pul olamsiz mendan? Olmamdim. Unda o'z talab fikrlaringiz bilan anglab qo'ymaysizlar. Singlim? Ha, bo'pti. Menchu qarang, 180 ming bersiz. Lixas mashinani birini olib bersiz. Uningdan boshqa, annen sendagi qozoqlar malisidan dachidan birini olasiz. Nima dedingiz? Masada langshin degan narsa bormi yo'qmi? Bu avval kelsangiz, bir sinab beqib. Uniki qolgan gap deshamdoq ya. Insof bormi, loyaqon desa, yedan yo'q debdi-ku. Hozir insof qilib, ukam. Voy, nimani sinamoqchidingiz? Ya bilsam, bo'ludi uni bu oylik deyishdan olib ketmişlar ishlarni, u bir umrlik deyishmay. Qiziqchimi o'yasiz? Bir umr ishlab o'tab ketamdim sizga. Voy, shunda olmay, anchmish osh tomoqni yetisiz, qirqatni juysiz. Sal realisini chiqib qolgan shop qolsa. Anchmish taklifni qo'yamiz. Acaba sınamamda ukam. Men oldim kelgan qiz-o'g'illarni birma-bir sinab, qanda bilib beryapman bu pulni. Ha, qayergaday? O'zing nimchaqlab qolding? O'zing tutib beqib, mijib beqib, sinab beqib berdigan olmanash ko'rib qotamsan meni? Ya kimsin tutib boqmadi de? Sarangmi o? Uramsa tıxi, bəgə maşıqdan tayın yo'q, uyang verib paypaq qısırığını yemədigina. Unchilik ishni qilmaydigan odam nimba deb kelgan bu yerga? Sarang degan cho'ssan. Unda pulga chidmaydigan odam xotin olma deb chiqmasa olmamdi. Sarang xotin, men seni olmay dedimmi? O'zing shirkatda ishlayman deb meni aldab akab qo'yib. Voy mangay. Voy yo'qlasanmi? Sap mushta dadon qashqanimiz ma'luf chiroydi. Hey, paypaq qısırıqdan aldığan xotunuq emasman. Voy, elimi shu olay deb davatmandim men. Ya, qip qız sarang bir ekan qo'mavu. Ha, ne var siz ketamsiz? Voy, bu mu ketdi ya? Hozir shu xotin olsa shu oylik deyish oldi ekanda xotinni. Jon, Arjanning ma kafe gazı suyimiz çay ya. Ma sarang qilib qo'ydan bo'ldim xotinlar. Voy, jon, peshim.